Tanani qaytarmagan gey. Menimcha tanam o'ziga qaytyapti. Rostdanmi? Yo'q ahmoq. Tanani butunlayga qaytaradi deb o'ylaganmiding? Chuchvarani xom sanabsan. Mayli, xo'p. O'zimizning eski uslubda hal qilishga to'g'ri keladi. Basharingni yirtaman. Nima meni ko'timni yirtish? Qo'lingdan keladi deb o'ylaysanmi? Men unaqa demadim. Aytmoqchimanki, balkim kechki ovqatga taklif qilarsan. Sizlar bir-biringizga gap otasizlarmi yoki jang qilasizlarmi? Ho, Megumi, jang qilishning birinchi bosqichi xushomadligingni bilmasmiding? Ikkinchi bosqich esa maqtash. Men uni mazgini itarish deb nomlayman. Raqibni jahlini chiqaramiz, shu bois uni o'rgini buzamiz. Likkilamasang-chi, nishonga ololmayapman. Xavotir olma jonginam, to'ydan keyin o'rganib olasan. Meni yengish uchun bundan qattiq urishing kerak. Kimdir doktor chaqirsin, hozir o'laman.